Qilchoydan Mang'ata kiraverishda yo'lning bo'yida 10 qo'lda sammoykamiz sotiladi. Yo'lning bo'yida tayyor biznes izlab yurganlarga buyamiz Qilchoydan kirishimiz, buyamiz bo'lsa Mang'atning sentri. Va shu yo'lning bo'yida zo'r avtomobillar qatnovidan zo'r. Mana shu sammoykamiz sotib qo'yilyapti. Tayyor biznes to'g'ri ishlatib ketaman desangizlar bo'ladi. Dokument ham narsasi soz, ko'rib turganingizdek ishlab turibdi. Buyamizda vaton bo'lsa, buning fasad tarafi, alt tarafi 50 metr. Ya'ni burga 5 do'kon o'rin qilib dokumentlashtirib olingan. Ya'ni 5 do'kon o'rin olgan. Burning yalari yo'lning bo'yida bunday sammoykalar kamdan kam chiqadi. Xudo xolasa shitir zo'r etib bahasam zo'r qilib beradilar. Buyamizda menaki apparaturalari, suv bachuk, hamma narsasi tayyor. Burda olaslardan hech qanday rasxod qilmasdan ishlatasizlar. O'zidan o'zi pul ishlayveradi bu yerda. Mana ko'rsatlar bo'ladi. Wi-Fi bor, kamera bor, onlayn uyda ko'rib o'tirsangiz, xalagan libboy chet mamlakatlardan ham ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Hech narsadan muammo yo'q. Menga mashinalardan qatnovi zo'r. Yo'lning bo'yida ko'pchilik mashina yig'gandan keyin yana lay bo'ladi, boshqa bo'ladi deb ko'p mo'ykalarga bormaydi. Bu yerda vatanimizda menaki tosh, buyamiz asfalt ketaverasiz. Sentri menaki sentr, buyamiz Qilchoy yo'l. Menaki buyamiz ikkinchi boks. Burada 2 boks joylashgan. Mana shu sammoykamiz sotuvga qo'yilyapti. Bu sammoykamizning narxini keladigan bo'lsak, narxini 125 million so'm aytayotdi. Yenatan kelishib beraman deyapti. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiraman, telefon qilib bog'lanib, o'zlari bilan savdolashsangiz bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'at Makla kanali bizni kuzatishda davom eting.